bizning studiyamizga kelgan judayam mehmonlar ajoyib. eshitamiz bu taronani. Ularni esa hozir tanishtirib o'taman. Termiz davlat pedagogika instituti pedagogika fakulteti talabasi Dildora Xolmirzayevani studiyamizda markazga taklif qilib qolamiz. Marhamat, xush kelibsiz. Avvalo siz bilan suhbatlashamiz. Kayfiyatingiz qanday? Bahoriy kayfiyat, kun qanday boshlandi sizda? A'lo darajada. Rahmat sizga ham. Xursandman bu dasturga kelganimdan. Juda ham yoqadi bu dastur. Demak, bugungi dasturimizni ilk sizning taronangiz bilan boshlaymiz va mana shu dasturimiz davomida barchamizda xuddi shunday ko'tarinki kayfiyat hukmron bo'lishini barchaga tilab qolamiz. Demak, taronani tinglaymiz, ana undan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Dilijana ila nola qilur lola, dilijana ila kuyla go'zal lola, guli lola, dilijana ila nola qilur lola, dilijana ila kuyla go'zal lola, guli lola. Olqishlab qo'yamiz. Juda ham ajoyib. Ovozingizga gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan ham barchaga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Nima deysiz? Xuddi shunday, juda ham to'g'ri. to'g'ri. O'zi umuman olganda Dildoraxon, siz qo'shni Qashqadaryo viloyatidan ekansiz, Ha, shunaqa. Qo'shni Qashqadaryo viloyatidan kelib, bizning vohamizda, Surxondaryo vohamizda kelib tahsil olmoqdasiz. Albatta. Xo'sh, bizning vohamiz sizga yoqyaptimi? Albatta juda yoqadi. Bu yerda kelib o'qish, ayniqsa Termizning havosi, undagi muhit, odamlarning muomalasi juda ham yoqadi. Sizga qiyinchilik qilmayaptimi? Ham o'qish, ham san'at sohasi? Yo'q, menga qiyinchilik qilmaydi. O'zi pedagogika sohasini juda ham yaxshi ko'raman. Hobbim san'at sohasi bo'lib hisoblanadi. Albatta, juda san'at ham sohasiga o'zi qiziqishingiz qanday paydo bo'lgan? Qo'shiq aytishga, ijro etishga. San'at sohasiga qiziqishim turmush o'rtog'im to'g'risini aytganda, turmush o'rtog'imning o'zi san'atkor. Shu orqali paydo bo'lgan desam adashmayman. Juda ham ajoyib. Men o'ylayman, bolaligingizdan kimgadir qiziqib, Bolalikdan lekin havas qilardim san'atkorlarga.
Yulduz Turdiyeva, Ziyoda Qabulova, Shirin Zaitovaga. Turmush o'rtog'ingizni ham taklif qilardik, aytmabsiz-da. Albatta, biz Birgalikda duet kuylardek, kuylardingiz. shunday albatta biz birga ijod qilamiz. U kishi bilan ham ustozim, ham turmush o'rtog'im. Birgalikda ijod qilamiz. O'zimizni Qashqadaryo vohada konsertlarga chiqib turamiz. O'zim ham musobaqalarda ko'p qatnashganman. Qanaqa musobaqalarda qatnashgansiz? Nihol mukofotiga, yoshlar ovoziga qatnashganman. Har yil qatnashib turaman. Natijalar qanday bo'lyapti? Natijalar yaxshi, faqat shu respublikaga boraman. Endi baribir nima deydi, sal tajribam yetishmaydi demoqchiman-da. Tajriba Albatta. kamroq hali. Sizga albatta omadlar tilaymiz. Rahmat. Siz tayyorlanib turasiz, adashmasam yana qo'shiqlaringiz bor. Albatta, albatta. Demak,